o'ldirmayman. Balam qilaman navista. Qani qarg'otda. Opsa opsin. O'ldirsa o'ldirsa. Shohruxxonga ovoz beraman. Men o'laman. Shohruxxonga ovoz beraman. Pul beravering mana. Yo bu o'ladi, yo men o'laman. Erim bilan o'g'lim qitishini qarang, jim balam. Bu oydan beri birov xotinini tushirib ketaymi? Jim qo'yadi, xotinini rashk qiladimi? Indamay o'tirib tushtirmoq bilan. Agar sud bo'lsa bir yoqda qiladi. Yo manda qarab beradi qaragacha. Mana aytdim mana shu yo'q. O'lik kelasi qaragacha. Mana kelmasa aytadi. Shunday o'ldiraverman. Mana o'ldiraman. Xotinimni o'ldiraman, yo seni o'ldiraman. Go'ngni ko'rsatami? Majburman. Go'ngni ko'rsataman. Ko'rsatam kerak bo'ladi. Boradi. Qashqadaryo viloyati Qarshag'ar Yerqo'rg'on dehqon bozori savdo qilaman. Yerqo'rg'on dehqon bozoridan do'kon olganman. Do'konimni kadastr hujjatlari bor. Davlat ro'yxatidan o'tganman. Mani oldimga Yerqo'rg'on dehqon bozori bilan shartnoma qilganman. Sevinch majmuasi sun'iy to'siq qo'yib, oldimni to'stirib, tadbirkorlik faoliyatimni to'sqinlik qilib turibdi. Beraman, men pul ulab beraman. Shohruxxonga ovoz beraman. Men o'laman. Shohruxxonga ovoz beraman. Pul beravering mana. Shohruxxonga ovoz beraman. Gapiring nima gap? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Do'kon siznikimi? Qayerdan sotib olgansiz aka? Mani hududimda bu. Qayerdan sotib olgansiz aka? Mani hududimga noqonuniy do'kon sotib turibsiz. Pul olib kadastr olaylik. Kimdan sotib oldingiz aka? Aka, u Grantsinich rahbari bo'laman. olib kadastr olib Menga hujjat ko'rsatmaysiz? kadastr olib Ismingiz nima edi sizni? Sherzod. Sherzod. Qayerdan sotib oldingiz aka buni? Aka, kadastr olib keling. Qayerdan sotib oldingiz? Ma'lumot bera olasizmi? Yo'q. Ha? Qayerdan sotib oldingiz? Qanchaga sotib oldingiz? Shartnomasi bormi? Notarius olganmisiz? Bozordan sotib oldingizmi? Ha aka, bozordan sotib oldingizmi? Aka, siz Yo'q, men hududimda o'tiribsiz, shu uchun so'rayapman aka. Aka, o'sha kadastr Men aytdim o'sha. Shahar hokimini olib keling, Normunaga olib keling. Kimni olib siz olib keling aka? Men Yo'q, shahar hokimi bo'yicha menda masala yo'q. Aka, ular bilan masalam yo'q. Siz men joyimda noqonuniy qurilmani sotib olgan ekansiz. Siznikimi? Aka, o'zim nomimga turibdi, odam olib keling. Sotib olganmisiz? Olib sotib qilganman. Olsa, notariusdan qanchaga sotib oldingiz aka? Aka, sizga majbur emasman, sizga. Yo'q, men hududimda turibsiz, sizdan shu uchun so'rayapman. Sizga majbur emasman. Aka, men hududimda turibsiz. Olib keling o'shani. Kimni olib kelay? Men o'zim kelib o'tirman. Yo'q, kadastrdan olib keling. Kim bular rishni olib keling. Men sizni bozorga qaramayman. Sefimda turibdi-da, dokumentimni olib kelaman. Siz ko'rsatib olasizmi hujjatingizni? Ko'rsataman, lekin sizni ko'rsatmayman. Meni joyimda turibsiz, siz sog'lig'ingiz joyidami? Meni joyimda turibsiz deyapman. Men hujjatni kadastrini ko'rsataman. Odam olib keling aka. Men sizga ko'rsataman. Kadastr agentligi keladi. Men joyimga noqonuniy qurilmangiz bor ekan. Menga qarang aka, hujjatingizni ko'rsata olasizmi? Men joyimni noqonuniy egallab o'tiribsiz. Men sizga o'zbekcha gapiryapman. Sog'lig'ingiz joyidami? Aka, olib keling o'shani. Men sizdan o'zbekcha so'rayapman. Dokumentingiz bormi? Bor. Ko'rsata olasizmi menga? Sizga ko'rsatmayman aka. Har xil so'zlar bilan gapirib, bozordan yo'q qilaman. Men u shaxsiy mulkim bo'lsa, do'kon, do'konimni oldiga narsa olib chiqib, bir tadbirkorlik faoliyatim qilishim kerak. Bu Sevinch majmuasi oldimga narsa qo'ydirib, tadbirkorlik faoliyatimni to'sqinlik qilib turibdi. Shuncha pulga sotganman do'konni. Foydalanishim kerak. Ro'zg'orim boqaman, ikkita ishchim bor, oilalarni boqishim kerak, ota-onamni. Do'konimga kelib, Sanjar Sevinch majmuasining egasi hujjatlaringni ko'rsat, tadbirkorlik faoliyatim to'sqinlik qilib turibdi. Yer meniki deyapti. Do'konimni tashlab ketsam, shu Sanjardan qutulamanmi? Nima arizachi? Aka, men chaqiraylik. Aka, qarang. Sizda opa aytayapti, murojaat qilgan narsalarni olgan. Aka, 1 million puli bor edi. Aka, go'ngga boraylik. 1 million ariza yo'qdi. Go'ngga gapiramiz. Go'ngga boraylik. Hujjatni ko'raylik. Bo'rayni chaqirsin, boshqa katta qo'lasini chaqirsin, go'ngga boraylik shuni. Davay, olaylik bilan. Narsalarimizni bir ichkariga olib qo'yamiz, guvoh bilan aks qilib olamiz. Go'ngga boramiz. Go'ngga boramiz. Janjal chiqarayotgan tartibga ketdi bizlarga. Bu mana to'xtab turing. Go'ngga boramiz. Ariza yo'qmi? Bo'ldi, oboralik bilan ham. Buni hududi ekan-da.
Qani hududing-ku? Toshturat. Boshqa dakin ham boradi. Boshqa shuni go'ngga boradi. Vastoyi. Aka, shuni oladi. Bormi? Go'ngni ko'rsatsam? Majburman. Go'ngni odam ko'rsataman. Ko'rsasam kelaylik. Boralik. Bilsa nimaga tushunmayapti. Opa, narsalarni olib Qachongacha bu davom etadi? Menga tinchlik bermaydi. Bu Sanjar o'zini hududi bo'lmasdan turib boshqa binoga kelib, mendan hujjat talab qilishga. Qachongacha bu davom etadi? 91-yil zo'ravonlik tugatilgan-ku. Vaholanki 2025-yilda tursak-da, hali ham davom etib kelmoqda zo'ravonliklar. Qashqadaryoda O'zbekiston Respublikasi prokurordan yordam so'rab qolaman. Qashqadaryodagi bo'layotgan holatga huquqiy baho berishlarini so'rayman. Biz Erqo'rg'on bozorida necha yildan shu faoliyat ko'rsatib borganmiz. Mana bir tadbirkorman. Lekin mana shu vaqtgacha bu mana bu Saidov Sherzodga bo'lib keladigan bosimlar tomonidan necha bora mana Toshturdi To'rayev himoya qilsa, sevinchli egasi bunga zo'ravonlik qilyapti va buni do'konini ildiga keltirib narsani bosib ketadi. Necha marta bizni bozorqum Toshturdi To'rayev oldirib taylab yo'llarni ochtirib bersa, sevinchli egasi keltirib qo'yib qo'yadi, bizga tegishli deydi. Lekin unga tegishli bo'lsa bir asosda hech qanday bir dokument ko'rsatib berolmaydi-ku. Sevinchli ishi agar qonuniy bo'lganda edi, nima uchun tadbirkorlarni bir faoliyatga qo'yib joylashtirib qo'yib qo'ymaydi? Faqat Toshturdi To'rayevga nisbatan ular zo'ravonlik qilyapti. Toshturdi To'rayev bechora yaxshi rais odam. U hamma tadbirkorni bir ko'zda ko'radi. Bu bola o'sha vaqtda Toshturdi To'rayev zamonda qurilgan bo'lsa do'konni asosida dokumenti bor, oldi sotdi bo'lyapti. Nima uchun bular Saidov Sherzodni do'konini noqonuniy deyapti? Agar ularda asosan bir dokument bo'lsa, qonuniy sevinchli egasi Sanjar aka ko'rsatsin qani? Hech qanday dokumenti yo'q, zo'ravonlik qilib, Saidov Sherzodni haqorat qilib, qo'lingdan hech nima kelmaydi, taying bilan yo'q qilib yuboraman, kimingga ishonasan degan holatlarni gapirgan vaqtda men o'sha yerda eshitganman va shu narsani aytib berishga majbur bo'ldim. Mayli, to'raylik qanday bo'ladi? Shu hammalaring janjal qilib Emas janjal menga. Bu siz qilavering. Sizga taalluqli. to'xtab tur. Men gapira olay. Mana bitta narsa-da. Mana buni do'koni, bu yerda san turibsan. Mana bir chiroyligina qilib bo'lmasa, buni joyga qo'ysin. Yerga qo'yish kerak. Nima qilib? Yo'q, mana shu yerda chiroyli qilaman-da, navisini ochib. Bunga xalaqit berasan-da. Qanday beraman? Bepar ochsam qanday xalaqit beraman? Mana men yerda bo'lsam. Hajarni xot degan narsa bor davlatda. Bitta men xotga xalaqit beraman. Bittasan. Xalaqit bersang bo'ldi. O'rda juda qattiq qona bo'ldi. Qanday men xalaqit beraman? Mana bu yerda pajarni kelish kerak. Bu yerda kelib Kelganda qayerga boradi? Mana bunga borish kerak. Mana bu yerdan keladi. Qayerga chiqadi? Mana men bu yerdan kelyapti. Qayerga chiqadi? Hozir bular o'tsachi rasm. Yo sen to'xta, yo bu to'xtasin. Iltimos, o'nay baribir baqirmaylar. Yo'q, baqirayotganim yo'q. Bittan gapir, bo'lmasa to'xtab turing, yosh qizim gapirsin. Gapir. Pajarimiz qanday bilar, rais qanday biz xalaqit beramiz? Do'konni orqa taraf maski bor. Eshik. Maqsad bor, muddao, rais bor. Gapirib bo'ldingmi? To'g'risini aytaversin, yuzimizga gapirmayaptilar. Gapirib bo'ldingmi deyapman. Endi yuz qo'yish bo'libdi, rais. To'xtab tur. Gapni eshitib bo'ldingmi? Gapni eshitdimi? Endi meni ham eshitdim. Mana bu yerdan keladi qizim. Mana bu yerdan keladi pajarlar. Agar Xudo ko'rsatmasin, mana choyxona yonib ketadigan bo'lsa, pajar bo'ladigan bo'lsa, qayerdan kelib o'tirish kerak? Men olaman narsalarni. Yo'q, sen kelgandan keyin olaman deganing befoyda bo'ladi. Mana bu yerdan o'tib, seni bu yerda pomidorini qachon oladi deb o'tirmaydi. Pajarning o'ziga yarasha, o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. O'tkaratgan joy qilaman men. Rais bu baland qilaman. Shuni menga qarada. Kelishsa bo'ladimi yo'qmi? Kelishsa bo'ladimi bo'ladi. Nimaga shuni shunchalik darajada? Menga hali hech kim gapirgani yo'q. Aytgan, birdan sudga borish zararmi? Sudga borgani yo'q. Sudga borsam men sudga bordik. Sizda ham yozilgan. Arzimagan narsa, rais. Bu hech narsa yo'q. Arzimagan narsa do'konni oldiga qo'yishlar to'g'rimi? Biz oldin Abdulla bilan sotganman. Ya mayli, kim bilan degan bo'lsanglar, mana o'ylaringiz bor. Agarotga birov foydalansa, eshiga bor. Qanday bizdan turqadan 3 metrgacha haqqi bor-da do'konda. Darvozasi bor. Siz qo'shilib agar do'kon bo'lganda hech narsa bo'lmaydi. 3 metr do'konni oldiga o'tganimizda eshik qo'yaveramiz. do'konni chapga o'tiramiz.
degan odamlar. Bitta narsaga quloq solinglar. Baribir qonun bor-ku. Baland qilib yo'lini ochib Haydi, Sana bir tasbihni iltimos sana o'zingga yaxshi bo'ladi. Mana bu yerda bir narsani qilib beringlar, bir to'g'rilab olaylik. to'g'rilab ayting siz qilaman. Agar qilmasam men itib bo'laman, pulim ketsa ham qilaman. Menga qara, Sherzod. Bitta narsa qilaylik. Mana bu yerda bu tomonlarni olaylik, lattan-luttalarni. Mana ayvonni ham oldirib turaylik. Bu tomondan bir chiroyligina qilib ayvon qilaylik va mana bu yerda ham sanga bir kiradigan xoslarni ham bir to'g'rilab, buni ham bir nima deyman, muomalaga keltirib, munosabatga keltirib, ozroqgina suraylik bu tomonga. Qani bir o'zlariga bir gaplashib ko'ringlar, qani bo'lmasa. Do'konni 3 metr siljitib qo'yursin mayli. 3 metr siljitib. Mana kadastr hujjatimga kiritilgan 3 metr. O'ta bir qaraylik-da, yurgin. Siz bu yoqqa kelmang. Hujjatsiz, patentsiz ishlabsizlar aka. Mana yana eshigi bor. Mana qarang. Qarang, do'konga taqab qo'yilgan mana. Rasbo. Do'konning o'zining chegarasi bo'ladi 3 metr. Mana hozir taqab qo'ygan. Mana tadbirkorlar mana bu yoqqa narsa olib chiqsam, mana to'sib qo'yibdi. 3 metr. Mayli 3 metr men chegaramni bersin, mayli o'tirursan qayerga qo'ysa ham. Bor, kiritilgan. Kadastr hujjatga bor. Kadastr chiqar ekanmi? Yo'q, kadastrda hamma. Kadastr yo'q. Kadastr hujjatim kiritilgan. Uy hovli-ku. Endi qonuniy 3 metr buni joyida. To'g'risi tekshirasiz dokumentda aytilaveradi. Mana men aytaman. Dokumentni to'g'ri bo'ladi. Dokument 100% to'g'ri. Men ko'rganman dokumentni to'g'ri. 3 metr buyog'i, 3 metr ayvoni, Kadastr hujjat olib beraylik. Yana baland qilaman. Navisiya qilsam bo'ladimi? Nima rais bo'lma, navisiya qilib baland qilsa bo'ladimi? O'tiring. Xo'p. Yo'q, bo'ladi, qilsang bo'ladi-da, lekin baribir mana bu yerga qarab berasiz. Do'kon oldini ochishga qarab qiladi. Do'kon oldi, mana bunday bo'lgan, ayvon bo'lgandan keyin qanday uni qiladi? Baribir chekka savdo qilasiz ayvonda. Olgani bu. Dokumentlarni magazinlar. O'zim baland qilganman. Bundan oldingi aytgan qilyapsan, kim bilan Hujjating to'g'ri. Dehqonchiliklarga joy gapirib, yaxshiroq joy beraylik. o'zi rais bergansa nima qilay shuni? Rais qo'lidan ushlab olib kelgan, mana Shokir Polvon bergansa nima qilayman ekan? Mana bu yerga kelsan, dehqon ekansan san dedi, o'zi berdi meni. Mana shu yerga o'tdi dedi. Nima qilay? Endi kelgan payti rais dedi, o'sha payti berdi. Mana bu ko'chida baland. Bor, men ko'rganman, hammasini ko'rganman. Ammo hujjati bor, bunda pretenziya yo'q. Mana bunday qilib ayvon qilaman, ochaman, hamma narsa chiroyli joyga qo'yaman. Menga qara, menga bozorning ichidan qon qilagan joyini joyga. Rais bu 3 ko'chganman men, 3 ko'ch qon bo'ldimman, ana shu 3 ko'chganman mana. Birov siz o'rningizni olaversa, nima qilasiz? Qanday bo'lasiz? Ana shunday gap menga. Rais buva, baland qilib navisni ko'tarib, chiroyli qilib chironkani ochamiz. Bo'ladimi? Shunday qilsak, remont qilib ochsak bo'ladimi? Kelishsa bo'ladimi? Mayli borsin, sudga borsa, sud nima deykan? U gap emasda. Siz ko'ringmi? Hujjat ko'rsating. Kelayman, sudli ish emas dedim. Ertaga men sizlarni muomalaga keltiryapman. Ertaga men berdim ketganimdan keyin yana bu jarayon davom etadi. Davom etmasin, Ertaga qiynalasiz. Yo'q, davom etmasin. Singiljon qiynalasiz. Men xohlayman davom etmasligini. Tezroq xohlayman. Nima dedi? Sherzodga tushuntiraman, o'zim gapiraman deb aytib Sherzodga aytaman, lekin menga o'tirgin deb aytganim yo'q-da senga endi. Bir tushungin-da, iltimos. Ha, bilmasan sen. Ko'chgin deganman. Yo'q, bu men Eshitingda. Eshitingda. Mana bu yerga ko'ringda. Bir ko'ringda. ko'rmayman, hech joyda. O'zimni o'ldiraman, o'zi yoqaman deb qilaman shu Sherzod. Faqat balalarimda. Nima qilishim kerakman? Ashyoga hamdam keladi, keladi. O'qalamayman ya. Bitta odamni 15 ta odam alqarlar mana. 15 ta odam sig'az joylashasiz. Hech kim qo'shilmaysan, o'zing joylashgan mana shu yerga. Hamma qo'shiladi. Hamma qo'shiladi. Sen uchun har kun janjal va nima janjal qiladi? Nima janjal? Ey, opa, kelishim mani bu yerga o'tiring, nima farqi bor? Ayol birov do'konni oldini yopib qo'ymaysiz. Haqiqatga o'ziga xo'sa kirsin, u yerga kirsin, kadastrga ichiga xo'jaylik. Agar kadastr ichiga kirib olganim yo'q, nima gapni nima tushunmaysiz? Ichiga kirib olganim yo'q. O singiljon 2 metr haqqi bor uni. Mayli, bo'lsa haqni ko'ramiz, qani-ki. Mana bularga bir nima deyotganingiz, bularga bir nima deyotganingiz, senga jalb bo'ladi. Yo'q, 3 metr nima qilaman? Baland qilaman, navisda. Qani qarga o'tdi. Otsa, o'ldirsa rais bu.
Men o'ylama ana shu yerga. Yo bu o'yladi, yo men o'ylama. Erim bilan o'g'lim qatishini qara jim balam. To'raydan beri birov xotinini tushirib ketaversa, yozaversa, 102 qilaversa, kim qo'yadi xotinini rashk qiladimi? Indamay o'tirib tishtirnog'i bilan. Agar sud bo'lsa bir yoqqa qiladi. Yo men bir yoqqa qarab keladi aravacha. Men aytdim ana shu yerga. Qo'li kelasi qaravacha. Men kelmasa aytadi. Shunga o'ldiraverman. Men ham o'ldiraman. Xotinimni o'ldiraman, yo seni o'ldiraman. Rais bu xalqqa bering ana shu gapni. Sizga iltimos qilaman men.7月反正